Assalomu alaykum amaki. Ish bo'yicha kelgandim. Va alaykum assalom. Ikkinchi qavat chap qo'ldagi eshik. Rahmat. Qizim, Ha? bu pul sizniki emasmi? Voy. Hozir chiqib qolgan shekilli. Rahmat amaki. Tepaga. Men tepaga chiqdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ish masalasida kelgandim. Ha, ikkinchi qavat chap qo'lga kirasiz. Xo'p, rahmat. Qizim, Gaping. bu pul sizniki emasmi? Yo'q, meniki emas. Boshqa birovniki chiqib qolgandir. Tepaga chiqib qo'ying. Xo'p, rahmat. O'zlari chaqiradilarmi? Hozir kutib turing, yana bitta odam kelish kerak. Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kutib turinglar. Barno Salimjonovna, kelishda oldingizga kirishaversinmi? Kirsak bo'ladimi? Kiraveringlar. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiringlar. Xo'p. O'zingiz haqingizdagi hujjatlarni bering. Marhamat. Siz ham bering. Mana. Xo'sh. To'g'risini aytsam, ikkalaringlardan bittanglarni allaqachon ishga qabul qilib oldim. Qanaqasiga? Biz haqimizda ma'lumot ko'rib chiqmaysizmi? Ochig'ini aytsam, ma'lumotnomalar bilan tanishib chiqishim shart emas. Bizani korxonaga ishonchli, to'g'ri so'z, halol ishchi kerak. Va biz u ishchini topdik. Tabriklayman. Siz ishga qabul qilindingiz. Men? Ha, siz. Sizlar ikkalanglar ham xonaga kirishdan oldin sinovdan o'tib oldinglar. Bugun ikkita xodim keladi. Men aytgan sinovni o'tkazasiz. Tushundim. Xo'p bo'ladi. Yo'q, meniki emas. Boshqa birovniki chiqib qolgandir. Hozir chiqib qolgan shekilli. Rahmat amaki. Yolg'on qanchalar uzoqqa ketmasin, haqiqat baribir quvib yetadi. Siz esa ertadan ish boshlashingiz mumkin. Rahmat.